Bugungi videoda biz Vladimir Putinni zombilardan qutqarib va sog'-salomat harbiylarga olib borib berishimiz kerak. Bundan oldin kanalimizga obuna bo'ling va videoga like, podpiska bosing. Keyingi videogacha 1000 ta bo'lishim kerak. Va videoni oxirigacha ko'ring va juda ham qiziqarli. Men uchun like motivatsiya bo'ladi va keyingi video tezroq chiqishi uchun va obuna ham bosib qo'ying. Video juda ham qiziqarli bo'lgan va o'ylaymanki 1000 ta like bo'ladi. Hammaga rahmat. Unda videoga qani unda let's go. Oy yo-mayo, kelyapsizmi janob Vladimir Putin? Kelyapman. Hozir men yerda zombilarni o'ldiraman. Siz nariga qarasangiz yaxshiroq bo'lardi. Odam yo'qmi, bormi? Shuni bilib tursangiz, men bu yerdagi zombilarni tozalab olaman. Xo'sh, kellaring. Ular ham ko'p bo'lmasin, nursan. Ko'plar shu qolyapti. Yo-mayo. Ular uxlayapti shekil. Ikki sababi hozircha yugurmayotganiga. O'quvchilarga yugurib kelishadi. Juda g'alati. Hammayli. Xo'sh. Vladimir Putin shu yerdan kel. Shu yerdan Vladimir. Shu yerdan u yerda zombilar yo'q, bemalol borsa bo'laveradi. Xo'sh, mana ketdikmi? Xo'sh. Politsiya uchastxonasiga boramiz. Ketdik. Yo'q, hammaga salom bilanchilar. Armiko. Mana yangi videomga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun men janob prezident bilan zombilarga qarshimiz va videoga like, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. To'g'rimi janob prezident? Ha. Salmikoning kanaliga obuna bo'lasiz va like bosamiz. Men uchun podpiska. Davайте shu videoga 1000 ta like beramiz va men o'zimning modlarimni beraman. Shunga iloji boricha 1000 ta like qilinglar. Va ana janob prezident ham aytibdilar. Xo'sh, hamma modlarimni beraman. Aytgancha, sizlarga ham zombilar yoqmaydimi? Kommentariyada yozib qoling. Va aytgancha, Real yoki Barsa, qaysi biri yoqadi sizlarga o'zi? Xo'sh, mana nihoyat keldi janob prezident shu yerdan. Shu yerdami? Kir. Xo'sh. Yo-mayo qon. Kimdir bormi? Yo. Xo'sh. Kim bor ekan? Jinursan, xo'sh, dunyoda ham qon. Yo-mayo. Bularni kim o'ldirmancha zombilar. Adashmasam kerak. Menimcha zombilar yeb va zaharlashgan. Xo'sh, voy, bu yerda ham shunday. Janob prezident bu yerda nima qilyapsiz? Cheki oynadan kuzatyapman. Tushunarli. Okey. Xo'sh. Tepada nimadir bormi? Kimdir bormi? Alyo. Bu yerda ham jasadlar. Jenursan. Nahotki bitta ham tirik odam bo'lmasa. Janob prezident shu yerdamsiz? Shu yerdaman, pastaman. Tashqariga chiqib qarab keldi. Janob prezident, shu yerdamiz. Yo-mayo, men tekansiz jinursan. Hozirgina yo'q edingiz. Xonada edim, shunchaki xonada edim. Xo'sh. Keling, men yo'da qanaqadir qutichalar bor ekan. Ko'rchi nimalar bor ekan, och. Xo'sh, nima bor ekan? Hozir tekshirib ko'ramiz, xo'sh. Yo-mayo, bu yo'da bo'lmas ekan. Politsiya uchastxonasida narsalar bo'lardi odatda. Mana adashmagan ekanman. Drobovik odatda M4 bo'lardi edi. Mayli, menda ham M4 bor. Hech qisi yo'q, zarar qilmaydi. Janob prezident, sizga drobovik kerakmi? Yo'q, menga kerak emas, chunki men otmayman. O'zing himoya qilsang ham bo'laveradi. Bo'ldi, bunda o'zim himoya qila qolaman. Bu yerda televizor va montirovka pichoq bor ekan. Xo'sh. Jenursan, montirovka yechib kerakmi? Yo'q, kerak emas dedim-ku axir. Okey. Tushunarli, mayli, kerak. Yo-mayo. Tashab yubordim. Bo'ldi. Televizor ishlarmikan, Jenursan? Yo'q, ishlamas ekan, Jenursan. Xo'sh. Televizor umuman bizga kerak emas. Xo'p, janob prezident, unda bu yerdan ketsak ham bo'laveradi. Xohlasangiz montirovka beraman. Kerak bo'lib qolsa, xo'sh. Telefonimni qo'yib oldim.
Endi ketsak ham bo'laveradi, janob prezident. Endi biz qishloqqa borishimiz kerak. Kelyapsizmi prezident? Ha, sekin Janob tushyapman. prezident. Xo'sh. Kela qoling. Ham bo'ldi ana. Xo'sh. Aytgancha do'stlar, videoga like, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Men uchun podpishka bo'ladi va keyingi videogacha 1000 ta like yig'sa juda ham qiziqarli serial olaman. Xo'sh, bu yerda zombilar yo'q. Jenursen yaxshi. Hech bo'lmasa patrollar uval bo'lmaydi. Kela qoling prezident. Ha, yuraver. Xo'sh, va nihoyat kelib oldik. To'xtab turingchi, birinchi qarab kelaychi. Menimcha zombilar bor. Ovozi eshitilyapti. Yo'q, adashmagan ekanman, Jenursen. Janob prezident orqada bo'lib tursangiz aytingchi. Xo'sh, mana. Sal orqada bo'lib tursangiz, mana bu zombilarni o'ldirib yuborsam, Jenursen. Xo'sh, yaxshi. Bu yerda ham bir ikkita zombilar bor ekan. Xo'sh, bularni ham o'ldirish. Jenursen patron tugadi. Mana montirovka. Yo'q, bularga o'q ham ta'sir qilmaydi, Jenursen. Yo'q. Xo'sh. Yaxshi. Xo'sh. Janob prezident, yaxshi. Qo'lingni ko'tar. Yo'q, bu qimirlasang otaman, jim. Shunda ham qurol bormi? Prezident. Jenursen. Prezident ketaymi? Yo'q. Jenursen. Bo'ldi. Hammasi yaxshi. Janob prezident va ketsak ham bo'laveradi. Xo'sh, yuring, ozgincha qoldi va shu yerda harbiylar bor. Va sizni Bosh, mana men ularni ko'ryapman. Nima qilay, nishonni yo'q qo'yaveraymi? Yo'q. Qanunda yaxshilab o'ylaymiz. Xo'sh, yaxshi mana. to'q balkonlik, men uni ko'ryapman. Xo'sh. Turaymi? Nishon yo'q qilindi. O'rtoq balkonlik. Yaxshi malades, sobit. Yo'q. Jenursen oyog'imga tegib ketdi, o'qlar. Ahvoling yaxshimi, Yo'q. Yaxshi, rahmat prezident. Hammasi yaxshi meni. Yuring, harbiylar kutib qoldi axir. Balki borarmiz. Meni qo'yavering, ketdik. Amallab yetib olaman. Va sizni kuzatib qo'ysam oxirgacha bo'lgani. Xo'sh, mana keldik. Xo'sh, salom harbiylar va mana janob prezidentni sog' salomat olib keldim. Xo'sh. Tarmika sizga katta rahmat. Siz bizni prezidentimizni sog' salomat va yaxshi olib keldingiz. Sizga katta rahmat. Okey. Xo'sh, hammaga obunachilik ko'p bo'ldi va keyingi videogacha ko'rishguncha videoga like, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan men Sarmiko bo'ldi. Keyingi videogacha 1000 ta like kutaman albatta. Qani onda, let's go.